AudioJungle. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Texno xabar kanali hamda Shohjahon Sultonov. Do'stlar, bugungi video rolikda sizlar bilan birgalikda o'tgan galgi videomizni bilsanglar, Redmi Note 14 Pro telefonimizni unpacking qilgandik. Bugun sizlar bilan ushbu telefonimizni PUBG Mobile'da test qilib ko'ramiz do'stlar. Qani PUBG Mobile'ga necha FPS ochib bera olar ekan. Hozir biz o'yinga kiramiz do'stlar. Undan oldin video ostiga tushib, bir dona mayda chiqadigan, bir dona like tugmasi hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroq tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz biz video rolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, ko'rishingiz mumkin mana. Tak bu yerda qaranglar, ускорение bor ekan. Ya'ni bu shu bilasizlar, PUBG Mobile o'sha ba'zi Androidlarda chiqadigan turbo boost funksiyasi. Biz hozir endi akalar Ghost bilan kirib ko'ramiz. Просто tak bitta proverka qilib ko'rish uchun, ya'ni akkaunt ochib kerak emas bu narsalar, hozircha vaqtinchalik. Boy qilamiz sразу. Telefonning ekrani juda ham zo'r do'stlar, 120 Hz. Normalniy ekrani do'stlar. Menga yoqdi avvalgi Samsung S7 Edge'larga o'xshab chiqibdi. Xo'sh do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Tak. Grafikaga keladigan bo'lsak, nastroy qilamiz. Buni ham do'stlar ko'rishingiz mumkin, ultra grafika ekan. Lobbyda ham ultra. Tak. Normalniy, achinkiga tushamiz hozir biz. Pochinkiga tushamiz do'stlar. Ketdi do'stlar, pochinkiga kallani qo'ydik. Yaxshi menimcha. Aytib o'tganimdek do'stlar, hali buni hech qanaqa grafikalari yuklanmagan. O'sha uchun telefonimiz grafik uncha plavniy ko'rinmasligi mumkin. Bu narsaga e'tibor qilmaymiz, no, normalniy do'stlar. PUBG Mobile uchun 60 FPS. Kadrga sekundiga 60 ta kadr. O odam tushdi. Yaxshi. Davay, hoppa. Qurol, qani qurol? Do'stlar, qurol yo'q. Tak. Telefon umuman qizgani yo'q do'stlar. Oy. Ay. Sal qoldi ya do'stlar. Bu odam ekan, men bot deb o'ylaman. Qo'yli, azingina qoldi. Ikkita qo'lda bo'lsa ham o'rdimniki. Ochdi. Yaxshi. Opa.
Men PUBG'man do'stlar, bilsanglar eslicha. YouTube kanalim bor, Mega Shop degan. Mana odam. Ikkinchi etajga chiqdi. Opa. Ye. Ana. Hay, tamam bo'ldi vakillar. Bot o'tib ketdi vashi. Ikkita qo'lda qiyin-da, men to'rttaga nastroyka qilardim. No, yomon emas. Ko'rishingiz mumkin. 70-80 FPS ga chiqyapti o'sha bu. Menimcha standart okalar, yaxshi video anaqasi, grafikasi. PUBG Mobile ga o'ynasa bo'ladi xullas. Yaxshi telefon. Redmi telefonimiz. Narxiga arziydi do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Telefonimiz yaxshi. Xullas, menimcha sizlarga bugungi obzorimiz yoqdi degan umiddaman. PUBG Mobile ga bo'lgan nima deydi? Shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Ya'ni obzorimiz, kichkinagina unpacking videomiz, PUBG Mobile test videomiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Albatta videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol like bosib, kommentariyada o'z izohinglarni yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan har doimgidek Texno xabar YouTube kanali bo'ldi hamda Shohjahon Sultonov. O'zinglarni ehtiyot qilinglar do'stlar. Barchalarga kattakon rahmat.